hozir bu pompani o'zi necha pul turadi alohida? Pompani o'zi Surxondaryo bo'yicha pashta o'zlari qo'yadi. Da, Surxondaryo bo'yicha Ha, o'zi shunaqa. qo'yapti. Mana shu ustanovka qilingan zibor bittasini o'zi bu yoqda miyasi bilan, pistoletlari bilan hammasi necha pulga tushadi? Общий hisobda. Xohlasa ishlar ketsa men bu yog'iga hammani o'zini rizqi bor ekan. Shunaqa. yaqinda Tojikistonda ikkita jo'natib yubordik, xabaringiz bo'lsa. Ha, Tojikistonga ketdi. Tamom pulga moslab berdik. Любой путем telefon qilaman, yetib keladi uka, bunaqa deb. Pulni sochib tashlamaydi. Mana shu yashigiga o'zi yig'adi. Shunday tortib, turib pulni oladi. Nimaga deb To'g'ri. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz. Ko'rib turganinglardek, yana bugungi videomiz Sammoy haqida. 2 oyda ichida 22 Sammoyni topshirdik, ya'ni ustanovkalarni qilib topshirdik 22 ta Sammoy Surxondaryo bo'yicha. Termiz shahar Akmalxoz gastnitsadan o'tgandan keyin o'ng qo'lda. Akmalxoz gastnitsadan Bu o'tganda portga tushib ketish, spustdan chiqqaningizda chap qo'lda. Shunaqa. Hozir qanaqa apparat qo'yildi, necha pulga tushdi, qanaqa yuviladi, hammasini sizlarga batafsil ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bitta like bosib qo'ysangiz chiqmasin. Qani ketdik. Qadrli obunachilarimiz, hozir sizlarga bu yoqda nima ustanovka bo'lgan, qanchaga tushgan, qanaqasi qo'yilgan hammasi haqida hozir mutaxassisimiz sizlarga ma'lumot beradi. Akamiz o'zi shu 2 oy ichida 22 ta Sammoykani ochib, ustanovka qilib foydalanishga topshirgan. Xo'p, motorimiz Volt firmaniki 5,5 kW turetskiy motor bo'ladi. Atmotkasi mis bo'ladi buni. Mislik Mis atmotka. atmotka bo'ladi. Aha. Pompamiz italiyanskiy 200 var. Ara pompa deyiladi. Aha. Buni qo'yib berganimiz sababi hozirgi kunda zapchastlari arzon, ko'proq. Buni Ha. Keyin bularga turetskiy pompa ham bor, arzonroq versiyasi. Misol uchun kimdir xohlaydi, arzonroq qilib bering deb. hop. Shu blogi turetskiy bo'lishi mumkin. Hozir bu pompani o'zi necha pul turadi alohida? Pompani o'zi $450. $450. Siz arzonroq deyotganingiz, undan 250 dollar. 250. Bu Turetskiy nimasi bilan pompa. farq qiladi? Endi sifatida, Sifatida. asosan sifatida farq qiladi. Asosan ko'rinishi, ish berishi bir xil bo'ladi, sifatida farq qiladi. Masalan, qarang, bu yerda endi ob'yom haqida menimcha gap ketyapti. Shahar sharoitida bo'lsa, buni qo'ygan yaxshi, Shu chunki italyanskiy pastga. qo'ysangiz ma'qulroq bo'ladi, sababi proshniyroq, yaxshiroq. Chem Turkiyaga nisbatan. Agar qishloq sharoit, masalan, kunlik anaqa oqim kamroq, klient kamroq bo'lsa, qo'ysa bo'ladi, siz aytayotganingiz turistik. Uni ham qo'ysa bo'ladi, kimda qanday. Tushunarli. Xo'p, motor o'zi qanchaga tushyapti shunda? Motor ham shu где-то narxi $500, $550 ga aylanadi. $550. Hozir mana shu ustanovka qilingan zibor bittasini o'zi bu yoqda miyasi bilan, pistoletlari bilan hammasi necha pulga tushadi? Общий hisoblagan. Akamizga $3200 ga ustanovka qilib berdik. Bittasi $3200. Motor pompasiga 6 oy kafolat berib turibmiz hozirgi kunda. Motor pompasiga kafolat. Servis Servisimiz bor, zapchaslarimiz bor. Buni asosan 3 ta dozator qo'yilgan. Pena, nano, vos 3 ta ximiyani qo'yib qo'yibmiz. Har bir apparatga bittadan filtr qo'yib qo'yibmiz, чтобы qon musor ushlash uchun. mana tagida turgan ekan. Tota stoplari ham bor. Mijoz misol uchun suvni bosib ishlatgan payti qo'yib yuborsa, o'zi avtomatik kartir dam olib o'chib turadi. Понятно, tushunarli. Bu yoqda ham xuddi shunaqa narsa. Shunday pozitsiya. Demak, $3200 ga bittasi Bir bir komplekt bitadi. Ustanovka dastavka bo'ladi, o'rnattirib beramiz. Sammoy ochilishgacha bo'lgan jarayonni bir aytib bering. Qanday boshlandi? Qanaqa ideya qanaqa keldi? Endi ideya bu atrofda Sammoyka kam. Bu atrofda, Bu atrofda mahallada. Sammoyka kam. O'shaning uchun Sammoyka ochishga qaror qildik. Joy qanaqa hal qilindi? Joy xudo sotib oldik. Arenda emas. O'zimizniki shaxsiy. Tim moli, Ha. o'zizniki. Xohlasa ishlar ketsa men bu yog'iga hammani o'zini rizqi bor ekan. Shunaqa. Umuman Sammoy bo'yicha tushunchangiz yo'q-da, endi o'rganyapsiz. Endi xudo xolasa. Chunki hozir qarayapman, so'rayapsiz-da. So'rayapman aka. Endi. Mana bilmagan odam ham bemalol ochib ketishi mumkin Da. Sammoy. Asosiysi bizda qo'llab-quvvatlash xizmati bor. Doim nimadir buzilib qolsa, nimadir tushunmovchilik bo'lsa, bizda mutaxassislarimiz bor. Hozir ma'lumot bergan akamiz to'liq ma'lumot beradi. Akalarga gap yo'q haqiqatdan. Xarakteri o'zlari 5 akalarga. Любой путем telefon qilaman, yetib keladi uka, bunaqa deb. Gap yo'q aka. Termizasida yaqin. Termiz. Surxondaryoni adashmasam ancha joyga qo'yib tashladingiz. Da, Muzrobot Tertiraves o'zlari qo'yapti. Nu, Surxondaryo bo'yicha pashta o'zlari qo'yapti. Da, Surxondaryo bo'yicha akani o'zi qo'yapti. Hozir mana ichkarini ko'ramiz. Boshqacha bo'lmaydi. Kablomuz Pax firmaniki, pena, vada, vos, nanoximiya, stop. Hop shu 6 ta knopka bo'ladi. Endi bu yerda hozir osma sistema yo'q, shuni hisobidan osma sistemani o'chirib qo'yamiz.
ichiga keladigan bo'lsak, vaqt qo'yadigan miyasi, ikkita blok tanasi. Bunda plus tomoni mana pul kupyurasi pulni sochib tashlamaydi. Mana shu yashigiga o'zi yig'adi. Bunday tortib turib pulni olasiz. O o'sha soqqa bor. Soqqa bor. Bu yoqqa sochib tashlamaydi. Boshqa samomoykalarda sochib tashlaydi. Terib olishingiz kerak buni. Ham osongina olish, qo'yish. Taxlab ham qo'yar ekanda, pulni zo'r. Pul kupyurasi yaxshi pul kupyuradan turibdi ichida. Ko'p moykada ko'rdim, pulni olmay qolishi anaqasi ko'p. U qanaqa holatda bo'ladi? Masalan, pul eski bo'lsami yo pul katta Endi aslomoy pul kupyura 3 yil 4 yil xizmat qilgandan keyin o'shanaqa holat bo'lishi mumkin. Buning arzon versiyalari bor, o'sha arzon versiyalarda shunaqa muammo bo'ladi. Sochib tashlaydigan versiyasi bor, shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin. Keyin prashivka haqida ham bir ma'lumot bering. Masalan, biz Tojikiston yo Qirg'izistonga ham borib, o'sha valyutasiga moslashtirib qilib bera olamizmi? Qilib beramiz bemalol. Yaqinda Tojikistonda ikkita jo'natib yubordik, xabaringiz bo'lsa. Tojikistonga ketdi. Samon pulga moslab berdik. Samon pulga. Agar bizda chet davlatdan ko'rayotganlar bo'lsa, Qirg'iziston, Tojikiston qo'shnilarimiz ko'rayotgan bo'lsa, xuddi shu sistemani sizlarni oblastiylarga ham borib, sizlarni shaharinglarga ham borib, ustanovka qilib berish imkoniyatimiz bor. Bizda Tojikiston yaqinroq Qirg'izistonga nisbatan, agar Tojikistonda kimdir samoy ochaman deydigan bo'lsa, Tojikistondan bizni kuzatayotgan bo'lsa, biz to'liq apparaturani Tojikistonga yetkazib bera olamiz. Undan tashqari Qirg'izistonga ham bemalol yetkazib beramiz. Boshqa qo'shni hududlarga ham yetkazib berish imkoniyatimiz bor. Hali aka bir oy, 1,5 oydan keyin yana bir kelamiz. Pribelni hisoblab ko'ramiz. Qancha daromad qilyapti. Hali apparatlar qo'yishimiz kerak. Nima deydi? Boshingga vozdih haydaydi. Aka, kstati, mana shu narsani tuman Suxoy tumani Suxoy tumanida. Men nechta moykaga bo'lsa shuni aytyapman-da, bitta qo'ylar mana shuni uchun keladi. Suxoy tumani uchun. Xudo ertadan keyinmi qo'ydiramiz bu. Akalarga zakaz berdim уже. Aha. Zakaz berdim уже. O'sha Suxoy tuman, men bitta pilisos borligi uchun mahallamda ikkita samoy borda. Sal bittasi uzoqroqda, o'sha uzoqrog'iga boraman, pilisosi borligi uchun. Ha. Yo'l olib ishlagan joy. Mana shunga o'xshash nima bo'lsa biz do'konimizdan topsak. Gapsiz yo'q aka, sizlarga rahmat katta. Aka, charchamang. Sog' bo'lasiz. Ana xirmonga baraka deydimi? Mayli aka, mikrofonni olaman. Akalar, bu yerda pilisoslarni ham, penalarni ham eng zo'ri turibdi. Misol uchun pilisosimiz Epa firmaniki 3 ta motorli 3600 watt mashinani changi-yu, kiri-yu hamma narsasini tortib beradi. Bunaqa o'xshaydigan pilisoslarimiz do'konimizda juda ham turi ko'p. Xohlagan firmangiznikini qilib beramiz. Keyin samomoykaga nima kerak bo'lsa, hamma narsani ta'minlab beramiz. Gubkasi deysizmi, trapkasi, lattasimi, hamma narsasi bor shotkasi. Bizni kuzatayotgan akamisiz, ukamisiz, opammisiz yo singlimisiz farqi yo'q. Samoy biznesi o'g'il bolalarga ham, qiz bolalarga ham farqi yo'q. Hammaga to'g'ri keladigan biznes. Asosiysi mablag' yetarli bo'lishi kerak. Agar mablag' yetmaydigan bo'lsa, muddatli to'lovga apparaturalarni hammasini qilib beramiz. Bizda undan tashqari aytib o'tilib ketgandek, Qirg'izistonga, Tojikistonga va boshqa qo'shni hududlarga dastavka qilib berish yoki borib ustanovka qilib berish imkoniyatimiz mavjud. Agar tushunmaydigan yoki yig'ishni bilmaydiganlar bo'lsa, o'zimizning yigitlarimiz boradi, servisimizdagilar borib, ustanovka qilib, tayyor qilib qaytib kelishadi. Sizda asosiysi shunga o'xshash joy bo'lsa bo'ldi. Qancha daromad olish o'sha hududga bog'liq. Masalan, qaysidir joy bitta boksni o'zi 1 million, 1 million 200 gacha daromad oladi. Boshlanishi 300 ming, 400 mingdan boshlanadi. Endi hududda qancha avtomobil bor, sezonga qaraydi. Imkoni bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, yana qanaqa qo'shimcha ma'lumotlar sizlarga berishimizni xohlaysiz. Agar siz ham shunaqa samoy ustanovka qilib, samoy o'rnatmoqchi bo'lsangiz, pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. 12 ta viloyat bo'yicha va qo'shni hududlar bo'yicha bemalol borib ustanovka qilib berish imkoniyatimiz mavjud. Charchamanglar, salomat bo'linglar.